Germaniya meni mana shu narsalarga o'rgatdi. Ya'ni har doim o'z kuchiga tayanib yurish. Odam o'zi chetda yurgandan keyin shunaqa bo'lar ekanki, qanaqadir muammolar bo'lsa, u har bitta muammo sizniki. Ya'ni mas'uliyatni ham to'liq o'zingizga olasiz. Ota-onangiz yoki qarindosh, amaki-vachcha, do'stlaringiz kelib yordam bermaydi. O'shaning uchun har bitta vaziyatga o'zingiz javobgar bo'lishingiz kerak. Agar qandaydir tanishingizga ishonib qolsangiz, u odam yordam bera olmay qolsa, undan ham xafa bo'lib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun hech qachon hech kimga tayanib yurmang. Har doim o'ziga ishonib yuring. Ya'ni o'zim qilaman deyishga harakat qiling. To'g'ri, kimdir yordam bera olishi mumkin, yordam bera olmas, lekin iloji bor shu vaziyatda ham o'zingizga ishonib yuring. Ikkinchisi bu sog'liqqa qarab yurish kerak. Sog'liq bu har doim muhim. Agar sog'liq bo'lmasa, o'sha muammolar ham bo'lmay qoladi. Muammoning o'rniga просто sog'liqni yaxshilab olish kirib qoladi. O'shaning uchun yaxshi ovqatlanib yurish kerak. Uyqu rejimini qarab yurish kerak va sport bilan ozgina shug'ullantirish kerak. Odam o'zi uchun shunchaki semirib ketmasligi uchun yoki juda ozib ketmasligi uchun.